Yo, hammaga assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Rahmonov kanali. Do'stlarim, bugungi men videomda vacha o'yinini o'ynayman. Buning nomi nima deyapman? Do'stlar, men shu o'ynayman. Bu safar vacha devosida 100% chiqarib beradi. Hemen oyunga kiraman. Ozgina o'rganib, ozgina o'ynab oldim. Mayli do'stlar, shunchaki chiqib ketamiz. Bexosdan kirib ketdi. Obunachilar, mana bunga kiramiz. Oddiygina mana shu kiramiz. To'g'risini aytaman, men sehrga nasta qolib ketdim. Do'stlar, men buni o'ynagan ekanman. Hali. Do'stlar, men hozircha narsalar bor. O'zimizga qirolliklarimizni tanlab olamiz. Menga o'zi ko'proq ana bu qirollik yoqadi. Lekin menda boshqa qirolliklar ham bor. Shuning uchun qirolliklarni tanlayman. Men ana bu qirollikni tanlayman. Chunki men qirollik olmoqchiman. Lekin yetmay qolar ekan. Shuna mana qilishga harakat qilyapman. Nima bo'lsa? Uch narsachi. Men bularni ham o'zgartirishim kerak. Men bularga eng kuchlilarini tanlab chiqargan. Eng kuchlilarini tanlab chiqarganman. Bunda olovlisi ham ochilibdi-ku, olovlisi ham ochilibdi. Yangi odamlar qo'shilibdi do'stlar. Albatta o'ynab ko'rdik, chunki yangilari qo'shilgan ekan. Demak, bu shoxlikning yangilari qo'shilganmi yoki shu shoxlik yo'qmi? Biz qo'shilgan yo'q ekan. Bunda $300,000 ochilgan ekan. Yangilari yanada yangilari. Kamonchilarda ham shu narsa ochilibdi. Bizga bu kerak emas, albatta mana shu kerak. Mana bunisida yangi buyam ochilibdi do'stlar. Va bu mana shunga yoqdi. Bunga qaraganda mana bu yoqdi, to'g'rimi? Menga yoqdi. Lekin tutulmayam. Uning ham narxi 3,000,000 ekan. Mayli, mana shuni tanlayman, chunki boshqalari ham ochilgan. Lekin mana hech qaysi birini o'ylayapman. So'rayapman. Bunga qaraganda bunga ana bu faqat mana shu bor ekan. Devlarning eng kuchli ana bunisini qo'ysam bo'lar ekan. Mayli, mana shuni bo'ladi. Do'stlar, bo'lmasa men tanlab bo'ldim. O'yinga kiramiz. Bu kerak emas bizga, albatta. Bizga birinchi o'rinda hech qaysi bir kerak emas. Mana shuni tanlayman. Mana shuni do'stlar 100 urib 92 qo'ygandim. Davaydi mana shuni o'ynamaymiz. Mana shuning do'stlar, men birinchi qismini o'ynayman. Birinchi qismi shu, to'g'rimi? Balkim bu. Menga o'rgatishlari maslaga boshdan o'ynab beraman. Shuning uchun obunachilar diqqat qilib o'tiringlar. Bularni 100% bilaman, jonga tekkizishadi. Keyin konjin oldi, ishlat dedi. Men bilaman, mana hammasini o'zi o'rganib, to'g'risini aytaman, ko'pdan beri o'ynayman buni. Pashtiga 1 yil bo'ldi. 1 yildan beri o'ynayman. 1 yil emas, 2,5 oy bo'ldi. Mana shuncha yetishishim uchun judayam qiyin vaqt bo'ldi. Vaqtdan o'rtada bo'lmay qoldi. Bu tepadagi boboning gapini o'qishga vaqtim yo'q. Aytgandek do'stlar, men tomog'im e'tibor qilmaysizlar. Men tomog'im ozgina og'rib qo'ygan. Shuning uchun ham qiynalib gapiryapman.
kuz keldi, kasal keldi bo'ldi menimcha. Albatta oralaringizdan sizlar ham kasal bo'lganlar bo'lsa, albatta kommentariyga o'tib kasal bo'ldim deb, kasal bo'lganman deb yozib ketinglar. Yoki men sinfdoshlarimdan bo'lsa oralaringizda menga o'xshagan kasal bo'lgan sinfdoshlardan. Sinfdosh deganim men yoshimdagilar emas, mendan balki kattalar yoki yoshlar. Mening yoshim aytib o'tganimda, mening yoshim 14 da. Hozirda 8-A sinfda o'qiyman. Va men do'stlar, tezroq 100 ta yangidan shu. Men kontur videosini olaman degandim 100 ta bo'lganimdan keyin. Mana shu kun obunachi menga eslatib qo'ydi. Mana aytdim, esimdan chiqib ketishga sal qolibdi dedimda, xo'p deb javob berdim. O'zim naqa qilib o'tirish iloji bermaydi, qotib o'tirardi. Mayli, bo'ldi. Tamom. Shuncha qilgan pulim, shuncha qilgan narsam, qachondan beri pulga qaramay yotibman men. Voy jinosini. Bu ichidi. Mana do'stlar, kuchaytirilgan qaranglar. Bitta qancha qilolni berlar uchun. Давайте orqaga chekinadi. Orqaga chekinadi. Orqaga foydasi yo'q. Kitob o'qishi. Nima bu? Nima o'tibdi bu yerda jimgina. Ovozni ham chiqarmaydi. Bizni ko'rib ular ham qochib ketibdi do'stlar. Albatta sizlarga qiziq bo'ladigan videolar bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiravering. Davay endi bunaqa so'raymiz. Men chiqmay olmaydim, uncha kuchlar bo'lgan narsalar. Kelishtirishning iloji yo'q. Shuni birozgina endi давайте bo'ldik. 3 minut 9 sekundda bo'libmiz. Давайте keyingi o'tamiz. Do'stlarim, bu o'yinni kim bilmasa, men bu o'yinni bilaman. Bu juda ham yaxshi o'yin. Men o'ynamaganman to'g'risi. Men bir marotaba ham o'ynab ko'rmaganman. Lekin men bilamanki, bu yaxshi o'yinligini. Ko'p blogerlarning kanallarida yoki videolarida ko'rganman. Xo'p, shuni unaqa ishni. Mana do'stlar, reklamada 2 soat aytdi. Bilaman do'stlar, hammasi chiqqanmi? Bularga sen chiqqanmi? Do'stlar, ana buni o'yinimizda go. Buni kim bilmasa, obunachilarman. Ben kuchaytirib dedim. Kuchaytirishim shart. Mayli, bo'ldi, tamam. Bitta sehrgar olishim kerak. Sehrga tez bo'lishim kerak. Menda bundan yo'q. Demak, bitta odamimiz. Qani ketdi. Bitta odamimiz yetadi menimcha. Qolganlar ham paydo bo'lguncha. Ular yaqinlashib qolishdi. Quyoshni kim bilmasa, ana shu tuchkadan o'tib, mana shu daraxtning oxiriga kelgandan keyin o'yin boshlanadi. Va do'stlar, shuna gaplar. Mana bitta cheklarimiz eramza. Biroq to'playversa, bitta sehrga bosam, yutadi, barchasini bitta sehrgarning o'zi tamom. Qiynalib o'tirish shart emas, do'stlarim. Men o'zim
Onu kan kuchaytirganman. Dardi saqlaganman. Bu tezroq. Bu daraxtga qotdi-yu. Maqsad yo'q do'stlar, nima? Bu daraxtga yo'q, shular da, quyosh botganidan so'ng. Quyosh botganidan so'ng. Qo'ying. Kelganingni otaman. Yaqinlashma. Kelganingni otaman aytib qo'yay. Yes. Ikkita bo'ldi. Quyosh botib bo'ldimi? Давайте. Dana shu boshlandi. Ey, boshla. Boshlamayapsan. Quyosh botib bo'ldi-ku. 3 2 1 boshla. Boshlandi. Biz bilan kuchaytirmaganmidimi? Bo'ldi. YouTube chiqdiga. Da obunachilar uncha qiyin bo'lmadi. Oddiy sehrgarlardan yengib chiqasizlar. Da urushim qiyin emas. Limanga qiyin tushganlari mana bu. Yana bittasi. Qiyin bo'lmagan uchun judayam ko'p qiyinchilik tug'dirdi. Qiyinchilik emas. Ertasi olsak bo'ldi. Lekin to'xtaladi. Buni kuchaytirganlar uchun kerakda. Mana shularni bir ko'rib olishim kerak. Nechta kuchaytirish narsalar degan narsalar kuchaytiriladi. Biroq qo'lingizda qilib berasizmi? Mayli. Kuchaytirgan ekanman. Давайте kuchaytirgan ekanman. Bo'ldi. Уже bularni kesh. Biz tamam, zarur tamam. Уже zarur tamam. Mana. Bo'ldi, tamam. Bittasini olib hujum qilmasa qiyin. Div brat. Romantik o'g'ri bo'lmay. Urushdan qo'yib qo'ydi. Kiyimchilarmi? Askerlarimiz ancha hozircha. Haydi saklayotgan bor ekan. Tezroq kengilari kela qolsin. Davay. Da. Xuddi o'zim bilganday keldi ana. Ana bitta qo'ydi. Davayki. Bugun urush boshlanganmi? Urush boshlaring. Kimon boshlab ketaman. Normalni bilganlar o'qisam, men o'qisam. Aytgan bo'lsin do'stlar. Videoga to'g'risi vaqtlarim bo'lmayapti. Shuning uchun har paytda bir vaqtim bo'lib qolganda video olib turaman. Давайте bitta jomlar tul ekan. Давайте командchilar otinglar. Ketdik.
Obunachi o'zi ikkitagina odam bilan o'ldirish kerak ekan. Nima deysan? Demak, men boshqasini aytgan ekanman. Bo'lmasam do'stlarim, keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.